sotilib ketmasidan oldin bitta sizlar bilan ochib ko'raylik buni. Hozir bunga zakaz tushgan, xudo xolasa berib olishdan oldin o'zimizni tekshiruvdan o'tkazamiz. Ko'ryapsizlar, Crashten 360 mexanik brendiga tegishli. Bismillah. Boshlaymiz. Tez olishga harakat qilamiz. Xo'p, mana bunaqangi holatda keladi. Chiroyli dizayn. Xo'p, mikroskop tegi. Xo'p, mana bunaqa shurub prujinkalari bor komplektga. Bundan tashqari yana zapasni ключlari va tepa pastiga qotiriladigan nimadirlari bor. Wow. Men buni juda ham yengil deb o'ylagan edim. O'ylaganimdan ham ancha og'ir ekan, temir, konkretniy temirdan ishlangan. Juda ham ajoyib. Xo'p. Shunaqa yaxshi narsa bo'lsa odam mazza qilaveradi. Xo'p, bu har doimgidek kerak bo'ladi. Endi asosiysiga o'tamiz. Ana chetdan nimalarni ko'rib turardik, Crashtenlarni. Hozir bu yerda boshqarib bo'lmaydi, polni yig'amiz hozir. Juda ham tez va oson yig'ilar ekan, ixchamgina. Bu kichkina taraf, bu katta taraf. Hop, undan oldin buni qo'yamiz. O'rnatib olish uchun bu shunchaki bu razmer o'zingizlarning qo'lingizda bo'ladi. Endi buni yaxshilab ushlab turish uchun mikroskop kerak bo'ladi, chunki og'irligini ko'tarmaydi. Xitoyliklar yomon emas, zo'r ustida ishlashi. Mana pashti tayyor bo'ldi. Buni qotirish kerak bo'ladi, lekin qotirishga vaqtimiz yo'q. Yordamchi chaqiraman albatta. Qotmadi deb qo'y. To'g'risini aytsam, ko'nglim bo'lmadi. Konkretni anaqa ushlash uchun tegini yaxshiroq ushlaysiz. Qotirmaganligimizni hisobini olib qo'yasizlar. O'shani hisob mana atak, mana yengil mana. Tushgan joyida qotot boy ko'rdinglar, taq-taq otib tashladi. Juda ham udobli mana. Kerak emasmi? Bundoq qilasizlar, bor joyingga deysizlar, bundoq joyiga borib oladi. Yaq kelib tursangiz, bundoq keladi. O'sha paytda xohlasangiz mana qotirib qo'yasiz, bo'ldi, qilt etmay turadi mana. Konkretni aylanadi. Rostagasin mazza qilarasizlar buni ishlatganda. O'zimni tavsiyam va tavsiya ham qilib qolaman. Sizlarga yaxshi narsani ilanaman mana. Center Mobile joyimizda bor, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar, yetkazdirib berish xizmatimiz ham bor. Shahzodda ham qo'lda olib ketdi mana.